Baliqchilar sezonida nima uchun faqat Eron yemlaridan foydalanadi? Eron yemlarini boshqa turdagi yemlardan qanday afzalliklari bor? Keling, birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi, Eron yemlarida koriy koeffitsient past. Masalan, 1 kilogramm baliq o'stirish uchun atiga 1,5 kilogramm atrofida yem kerak bo'ladi. Ikkinchi, Eron yemi arzon va samaradorligi yuqori. Eron yemini Yevropa yemlari va mahalliy yemlarga qaraganda narxi past va tarkibida kimyoviy qo'shimchalardan ko'ra tabiiy qo'shimchalari ko'pligi uchun baliq go'shti sifatli va ta'mi mazaliroq bo'ladi. Uchinchi, yemda yetarlicha protein bor. Baliq rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha ozuqa moddalarining miqdori va nisbati to'g'ri balanslangan. To'rtinchi, o'zimizga mos. Eron iqlimi O'zbekistonnikiga o'xshash bo'lganligi uchun Eron yemlarini tarkibi bizdagi suv harorati va sharoitiga mos keladi. Beshinchi, har bir viloyatda deyarli hamma baliqchi Eron yemlaridan foydalanib ko'rgan va samarali natijalar olganligi uchun boshqa baliqchilarda ham Eron yemlariga nisbatan ishonch katta. Sizga ham kelgusi yilda biz bilan hamkorlik qilishni va Eron yemlaridan foydalanib ko'rishni maslahat beramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'ying.